Assalomu alaykum hammaga, aziz kanalimizning obunachilari. Biz bugun sizlar bilan o'sha internetda eng mashhur o'yinlardan biri PUBG Mobile orqali oson, tez va ishonchli pul topishni o'rganib chiqamiz. Qani bo'lmasam biz videomizni ham boshladik. O'zingiz ham bilsangiz kerak, hozirda PUBG Mobile o'yini dunyodagi top o'yinlar ro'yxatiga kiradi. O'zi do'stlar, siz hech o'ylab ko'rganmisiz, PUBG Mobile orqali qanday qilib ko'proq pul ishlab olish mumkin yoki qanday qilib pul topish mumkin? Mana shu savolga javobni men hozir sizlarga aytaman. Unda ekranlarga yaqinroq o'rnashib oling. Bo'lmasam biz boshladik. Buning uchun siz albatta mening profilimga o'tishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan yana so'zini bosamiz. Ko'rib turibsiz, bu mening kanalim haqidagi ma'lumotlar. Bu yerdan ko'rib turgan bo'lsangiz, havolalar degan joyda Telegram kanal degan joy turibdi. Uni ustiga bosamiz. Va sayt sizni o'zi mening Telegram kanalimga olib o'tib ketadi. Ko'rib turishingiz mumkin, bu mening Snoozy Turnir nomli kanalim, Telegram kanalim. Endi sizlarga berilgan eng muhim savollardan biri, PUBG orqali qanday qilib pul topsa bo'ladi? Keling, hozir mana shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Men bu kanalda PUBG bilan bog'liq bo'lgan turnirlarni uyushtirib turaman va yutgan odamlarga pul mukofotlarini kartalariga tashlab beraman. Ko'rib turganingizdek, bu kanal hali yangi. Agar sizlar tezroq obuna bo'lsangiz, mana shunday turnirlarni ko'paytirib, sovg'alarni ham ko'paytirib boramiz. Men yaqinda yangi turnirga start berdim. Buning yutug'i 40 ming so'm. 16 ta ishtirokchi ishtirok etadi. Qatnashish narxi 6 ming so'm. M416 quroli orqali bo'ladi. Agar sizning pulingiz kam bo'ladigan bo'lsa, uni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, aynan shu turnir sizlar uchun. Masalan, sizda ana shu 6 ming so'm pulingiz bo'lsa, agar siz yaxshi igrok bo'ladigan bo'lsangiz, qatnashgan holda pulingizni 40 ming so'm qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ryapsiz do'stlar, yo'q joydan 34 ming so'm pul yo'q joydan paydo bo'ladi. Shuning uchun albatta mana shu turnirga qatnashing. Lekin do'stlar, bu video qo'yilishi bilan tezda joylar to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun tezda video ostidagi silka yoki profilimdagi ko'rsatgan silka orqali tezda o'tib mana shu turnirga qatnashib qo'ying. Ana shu qatnashish uchun aslida men o'zimning ichkamni oldirganman. Mana shu odamga yozgan holda joylaringizni band qilishingiz mumkin. Omadni qo'ymang, boy bermang. Xayr, hammaga omad yor bo'lsin.